Ko'p odamlar savol beradi, kavrakni 3 yil, 4 yil, 5 yilgacha kutib 1 yilda hosil olsak, 1 yilda o'lib ketadimi tomiri deydi. Mana shu kundasi hosil olinadigan joy, asosiy joyi mana shu. Mana o'zagi. Mana o'zak. Barglab chiqadi, katta bo'lib. Mana bu joydan o'tgan yili kesilgan. Mana shu yerdan kesib hosil olingan. Yana bu kavrak mana galovkasi bundagi indirgan mana kattargan. Katta bo'lgan. Uje hosil yana bu yoqdan shu yil ishlaymiz, hosil olamiz. Endi bu tomondan kesib boshlaymiz. Xuddi shunday qilib kesib boshlagandan keyin, hosil olganimizdan keyin uje kuz vaqt keladi. Mana shu o'zagi qoladi kavrakda. O'zagi qolgandan keyin qaytarib tuproq bilan yaxshilab ko'mib qo'yamiz. Yana bahorda o'sib chiqadi. Shunday usulda bir tomonni kesib, bir tomonni qoldirib, kamida 3 yil, 4 yil ishlasa bo'ladi. Ko'pi bilan agar kavrak urug'lab ketmasa 10 yilgacha hosil olib ishlasa bo'ladi. Kavrakning umri uzun. Yerda ostida turaveradi bu. Mana. Hozir shunday ko'ringan bilan tagida o'q tomiri bor. O'q tomiri 50-60 sm ga 1 metrgacha yetadi. Yerda ostiga kirib ketadi mana. Shuning uchun bemalol xavotir olmay ekib, parvarishlab, kesib, hosilni olib, bir tomonidan hosil olsa bo'ladi. Olib yana kuzda hosil olib bo'lgandan keyin yaxshilab ustini tuproq bilan ko'mib qo'ysalaringiz bahorda yana o'sib chiqaveradi mana. Shunday shu usulda.